Turk to'ylari haqida ko'p ko'rganmiz, lekin Turkiyada janoza marosimi sizni hayratga solishi aniq. Bilamizki, musulmon o'lkalarda janoza marosimlari deyarli bir xil. O'rnak beraman, bir inson Istanbulda vafot etdi va asli Anqara shahridan. Vafotidan oldin meni o'z shahrimga ko'miladigan bo'lsa, Istanbuldan Anqaragacha hokimiyat tarafidan alohida katta avtobus ajratiladi va yaqinlari uchun hatto issiq ovqat keladi. Bularning hammasi mutlaqo bepul. Ikkinchisi, vafot etgan inson uyida yuvilmaydi. Buning uchun alohida g'aslxonalar ishlaydi. Bu yerda hamma musulmon urf-odatlariga ko'ra amallari bajariladi. Yaqinlari kirish xohlasa kirishadi. Bu ham hokimiyatga qarashli bo'lib, xalq uchun bepul qilingan. Qolgan odatlar bizaniki bilan deyarli bir xil. 40 yili chiqqanda xohishga ko'ra palov yoki lo'qma tarqatiladi. Aytgancha irmik helvasi ham aynan janoza chiqqan uyda pishiriladi. Siz bu ma'lumotlarni bilarmidingiz? Kommentariyada fikringizni kutib qolaman. Prosmotr uchun rahmat.